Assalomu alaykum hammaga. Harnik do'stlar, anaqa nima teplitsa. Ularda teplitsa mana shunaqa ko'pda. Gullar. OK，要买花就买。 下雨。 Mana gulni qaranglar. Katta daraxtga o'xshab o'sarkan, mevaga o'xshab 39 ringgit ekan bu. Malayziyani pulida rasmi bor mana shu gulda. Birisi 39 ringgit ekan nima u? Shani gulni 30 ringgit bitta archa. 10 ringgit necha puldir qo'shsa 10 dollar bo'ladi. Mana apelsinmi bu, limonmi bilmayman. Buni qaranglar kattaligini. Limon bo'lsa kerak. Katta. Hay. Daraxti ham katta ekan. Bu yoqda klubnika. O'zlari terib sotishadi. Bu yoqda menimcha terishga bermasa kerak. Boshqa joylarda o'zingizlar terib olasizlar, o'shanga qanchadir grammiga qarab sotadi. Mana bu yoqda pishib yotibdi lekin. Klubniklari. Pomidor. Aloe vera. Atirgullar. Atirgul 15 ringgit ekan. 15 ringgit bo'ladi. 4 dollarga yaqinda. 15 ringgit 4 dollarga yaqin bo'ladi. Mini atirgullar bor, mini deyiladi, rozaklar. Olma katta traktorsa. Do'stlar, Cameron villa, ya'ni choy anosi bu, choy dalalari. Choy dalalariga mana shunaqa nima edi buni oti? Samakatmi nima? Anaqaga o'xshashdi, mana. Shunaqa uchadigan bu. Olib bemalol mana shu dalaga, mana choy daraxtlarga tepaga aylanishga yuradi bu yerdan. Narxlari bitta odamga 20 ringgitdan 15 ringgitgacha. Mana bunaqa haydaydiganlari bitta odamga single, ya'ni 80 ringgit, dubli ikkitaligi 90 ringgit ekan. Ya'ni 100 kilogacha ko'tarar ekan. Mana kachilasiga o'sishi 10 ringgit ekan, ya'ni 2,5 dollar. Hello. Mana mamlakatda nima edi bu? Safari Park. Buni oti nima? ATV Safari. This is name, what is that? ATV. Ha, ATV ekan, mana shu ATV mana shu. Shuni mana hozir narxlar mana bunday. Do'stlar. Okay, have a nice day. Bye. Ana choy. Mana shu hammasi ko'k choy, qora choy, dala. Yani şaşkın. Bu yoqda marketlari, choy marketlari. Hi, hello. Choylar. Mana
Mana shu hamma choylar shu yerdan chiqadi do'stlar. Mana shu kamerani aylantirgan Malayziyani kamerani aylanadidan chiqadi. Bon degani ham bor mana shu. Ya'ni kompaniyada har xil mevali ham, oddiy ham, kofe ham. U bularni o'zini dehqonchiligi, ya'ni dehqonchilikda chiqadi shuni o'zlaridan. 200 ringgit ekan. Ya'ni 200 qanchadir qo'shsa $50 bo'ladi-da, yaqin. Bu ham shu. Sulton Muhammad. Yo'q, Sulton Ibrohim deganim. Jo'xo Baruni sultoni. Sulton Ibrohim u ayollari uncha ko'rinmayapti, qandaydir yoriq turganga. Bu kishi ham kim edi? Piyoda oshxonasi, ya'ni kafecha, restoran, kafecha. Bu yerda ovqatlar, taomlar, shirinliklar, ichimliklar, hamma narsa. Nima kerak bo'lsa, ana shu nimaligini bilasizlarmi do'stlar? Oq narsani ichiga shirinlik solgan, guruchni unidan qilingan, как bizani ana nima edi, mantiga o'xshash bitta ovqatimiz bor-ku. O'shanga o'xshaydi, lekin bu shirin narsa, ichida shirinlik bor. Shirinlik solgan.